Ani hammasini oldinglarmi? Ha, hammasini oldik. O'zi qayoqqa ketyapmiz? Borganimizda ko'rasizlar, lekin bizni ko'rib qolishsa-chi? Ko'rib qolishsa, nafasingni shamol uchirsin sotuvchi. Agar bizni ko'rishsa, tamom bo'lamiz. Ketdik. Ha, mayli, hozir joy topamiz. Aha. Do'stlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Shundagina keyingi videolar yana ham qiziqarliroq va tezroq chiqishadi. Ha, mayli, qarzni qaytaraman. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Lucky va bizni qishloqni qashshoqlikka egallab oldi. Mening hech narsam qolmadi. Katta qarzlarim bor, ularni qaytarishim kerak. Lekin hattoki mebellarni ham sotib yubordim. Hatto mana bu yerlarni remont qilish uchun ham hech narsam yo'q. Instrumentlarim ham yo'q. Mer esa oyligimizni cho'zib yuribdi. Lekin bugun oxirgi kun degandi va umid qilamanki, bugun oyligimizni olamiz. Aks holda bilmadim, qarzimni tezroq qaytarmasam bo'lmaydi. Naqd 32 ta izumrudni qayerdan topaman? Oyligim 64 ta izumrud va o'shani yarmini ishlatishim, yana yarmini esa qarzga berishim mumkin bo'ladi. Lekin cho'zib yuribdi anchadan beri. Mayli, va hamma oyligimni birdaniga bermaydi, bu aniq. Bizda mana bir ikkita огородlar ham bo'sh turibdi, chunki fermerlar shunchaki ishlay olishmayapti. Mana bu yerda ham, ayniqsa bu yerda kambag'alroq rayon va bu yerda juda ham ko'p огородlar bo'shab yotibdi. Hattoki qishloqning orqa tarafida boy hisoblanadigan joyda ham, mana bu yerlarda ham огородlar bo'shab yotibdi, chekka-chekkalarda. Bu juda ham yomon do'stlar. Qishlog'imizda juda ham tushunmaydigan hech kim g'alati ishlar bo'lib ketyapti. Qayerda bizni pullarimiz bilmadim. Janob mayor, ha, kiraver. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, oyliklarni berasizmi? Men juda ham qarzim katta ko'payib ketyapti. Agar bermasam bo'lmaydi. Mayli, oyligingni bugun beraman. Aha, katta rahmat. Bo'ldi. Rahmat, unutmayman. Aha, tushunursin. Bor yo'q 64. Ha, mayli, hozir boramizda tezroq instrument sotib olamiz. Mana bu yerdagi sotuvchi Jitel. Salom. Jitel nima qildi? Charchagan ko'rinsan. Kechasi bilan 3 kundan beri o'rmonga nima deysan? Tushunmadim. Qanaqangi o'rmon haqida gapirgandek bo'ldim. Kechasi o'rmonda nima qilasan? Yo, men shunchaki charchaganman-da, hech qanaqangi o'rmonni gapirganim yo'q. Lekin ko'rinishingdan rostdan ko'p uxlamaganga o'xshaysan. Menga instrumentlarni ber. Qancha bo'ladi? 6 ta. Ha, buncha qimmat bo'lib ketibdi. Ko'p savol berganing uchun. Yo'q, ha, davay. Mayli, 1 2 3 4 5 va 6. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Instrumentlarni hozir topib beraman. Tak, mana olishing mumkin. Bo'ldi, rahmat. Aha, bo'pti. Tushunursan do'stlar, qanaqangi o'rmon haqida gapirdi. Buni basharasini ko'rdinglarmi? Rostdan ham charchab uxlay deb yotibdi. Ko'zlarini zo'rg'a ochib turibdi. Qiziq, 3 kundan beri degandek bo'ldimi? Qayoqqa ketishi mumkin kechalari? G'alati. Qayoqqa ketishi mumkin? Rostdan ham do'stlar, axir bu sotuvchi bo'lsa, har doim qishloqda bo'lish kerak, lekin ketishi o'rmonga kechalari va mana bu ahvol. Axir o'zingiz ko'rdingiz yuzini. G'irt, bir hafta uxlamaganda yuribdi, lekin 3 kun dedi. 3 kun. Qanaqangi og'ir ishni qildi ekan o'rmonda 3 kungina uxlamasdan shunchalik basharasi buzilib ketishi uchun. O'ylash kerak. Narsani xayolimdan chiqara olmayapman. Nima bo'lishi mumkin ekan? Balki o'ziga biror bir sirli joy qurayotgandir, yoki pullarni yashirdimikan? Chunki u juda ham boy va agarda qishlog'imizda pul qaytmasa, agarda mana shu holat davom etadigan bo'lsa, hamma qashshoqlashaversa, boshqalarning pulini o'g'irlashni boshlashadi va menimcha shunchaki u hech kim bunday qilishni xohlamaydi uni pullari bilan va albatta shuning uchun ham o'rmonda yashayapti. Lekin nima uchun aynan o'rmonda? Bankka qo'yishi mumkin edi. Mayli, hozir men uyimni o'sha tarafni remont qilib olaman-da, zaborlarni qo'yib, keyin esa stop. Menda verstak. Do'stlar, axir verstak bor-ku, tushunursin. Bu narsa shunchalik xayolimga o'rnashib qoldiki, hattoki verstak ham mayli. Bugun xullas u Jitelni orqasidan kuzataman. Kech bo'lishini kutamizda do'stlar, shunchaki orqasidan chiqamiz. Qani o'rmonni qayog'iga borayotgan ekan bu kechalar? Menga ham endi qiziq, shunchalik qiziqki, hattoki do'stlar, bizga kalitka emas, bizga tak zaborni o'zi kerak. Shunchaki ko'mir yo'q vaqtida yondirgan edim, sindirib, shundan keyin zaborlar kam qoldi va afsuski mana shunday ovqatsiz o'tiribman, faqatgina quruq ovqat yeb. Mayli, tak bo'ldi, zaborlar tayyor, shunchasi yetadi. Bugun tunda esa biz Jitel do'konchining orqasidan kuzatuvga chiqamiz. Qani qayoqqa boryapti ekan kechalari? 3 kun dedi-ya, yoki bormasa-chi bugun? Agar bormasa albatta juda ham noqulay bo'ladi. Lekin xayolimdan hali ham chiqmayapti. Tushunursin. Bekor aniqlashtirdim-da, qayoqqa, nima, qanaqa o'rmon deb qiziquvchanligim oxir boshimga balo bo'ladi. Mayli, kutamiz. Xullas, hozir kecha bo'lishini kutamizda. Shunchaki orqasidan chiqamiz. Hech narsa bo'lmayotganda, agar ko'rib qoladigan bo'lsa, aylanib yurgandek deymiz. Mayli, tun. Xullas do'stlar, kech tushdi va mana qishloqda hamma chiroqlar o'chgan. O'ylashimcha bu eng yaxshi vaqt kuzatishga chiqish uchun. Chunki agarda sirli ish qilayotgan bo'lsa, aynan shu vaqtida chiqadi. Tak, qani. Kuzatamiz. Hozircha hech narsa. Oppa, eshik ochildi va ko'ryapsizlarmi? Chiqdi. Tushunursin. Endi qayoqqa bor ekan? Tak, bu tarafga kelyapti. Ha, sekin. Ulgursam bo'lgani. Nima, qayoqqa ulgurar ekan? Nima, meni uyimga yoniga keldimi?
Xo'sh, keyinchi. Yo'q do'stlar, buni qaranglar, orqa tarafga o'tib ketyapti. Qiziq, nima qilish mumkin ekan-na? O'rmonga yugurib ketdi nima? O'rmonga nima qilar ekan? Tushunmadim. Yarim kechasi o'rmonga bir o'zi yana qo'yil. Ha, agarda menda ham shunaqangi jasurlik bo'lganda, allaqachon boyib ketgan bo'larmidim. Xo'sh, qanaqa yoqqa ketyapti ekan? Nima? U yerda buni qaranglar, yana ikkita jitelni ko'ryapman. Qanaqadir g'orning yonida turibdi va jitel kirib ketdi. Yer osti g'origa. Bo'lishi mumkin emas. Tushunmayapman nima bo'layotganini. Qanaqadir ikkita jitel, endi esa sotuvchi ketdi. Ko'rdinglarmi? Yuzi hali ham o'sha uxlamagandek edi. O'ylab ko'rishimiz kerak. Bu nima bo'lishi mumkin? Nima uchun jitel bu ishni qilyapti? Nima uchun yarim tunda ketib qoldi? G'alati albatta, lekin boshqa jitellar nahotki bo'lishmas. Bormay desa men ham orqalardan boraman. O'zim bilan boshlab borishim kerak. Ko'ringlar, mer yuribdi. Yo'lni eslab qolishgan bo'lsa bo'lgani. Hozirgina sotuvchi ketganini ko'rgan edim. Orqasidan men ham yetib olaman-da, ishlarimizni tugatamiz va nihoyat bugun hammasini nima? Qanaqangi ishlar haqida gapiryapti? Qiziq. Chinursin orqasidan borib kelyapti, lekin ana ikkita jitel, menimcha bular qo'rquvchi bo'lsa kerak. Ha, kirib chiqayotganlarga qarab o'tirishibdi, meni qo'yib yuborish, lekin meni qo'yib yubormaydilar, bu aniq, chunki axir bu jitellar bo'lsa, men esa o'yinchiman. Chinursin, balki ertalab kelarmiz, ha? Ha do'stlar, ertalab ko'rishimiz kerak. Xullas do'stlar, mana tong otdi va men borishga tayyorman. Sizlarni kutib o'tirgandim va mana endi otlanamiz. Xullas, men ertalabgacha kuzatib chiqdim. Qarosam juda ham ko'p jitellar talpa bo'lib bu yerdan kelishdi o'rmondan. Demak, u yerda yoki qo'rquvchi bo'ladi yoki bo'lmaydi, bilmadim. Xullas, undan tashqari yana mebel sotuvchi, oshpaz va yana boshqa mayda-chuyda jitellar ham ularni ichida bor edi. Tak, nima? Qani bu yerda kirish joyi yo'qolib qolibdimi? Tushunmadim. Bo'lishi mumkin emas, lekin qayerdadir mana shu yerda edi. Tak, kelinglarchi, kovlashni boshlaymiz yoki tush ko'rganmikinman. Bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, nahotki tush ko'rgan bo'lsam. Buni qaranglar, bu yerda yo'l bor edi, axir ko'rgandik hammamiz o'tgan tunda. Bo'lishi mumkin emas. Qani bu yerda kirish yo'q. Ko'ringlarmi, g'or va jin ursa, menimcha topdik. Bu yana nima bo'ldi? Tak, meni hech kim ko'rmayapti. Yaxshi, tak, o'ylash kerak. Nima qilishim mumkin? Bu juda ham g'alati. O'rmonning o'rtasida qanaqadir g'or topdim va bu yerda qandaydir temir eshiklar bor. Ichidan nima chiqishi mumkin ekan? Tayyorsizlar degan umiddaman va qani ochishga harakat qilib ko'ramiz. Birinchi bosaylikchi, balki ochildi va nima? Obsidian va oltin. Tushunursin, nima? Oltin olmalar, oltin bloklar. Bu yerda bizni qishloqni 15 martadan ko'p marta sotib olish ketadigan darajada boyliklar bor. Hozir men merning yoniga borishim kerak do'stlar. Hoziroq merning yoniga boramiz va biz so'rov emas, boshqa narsa, ya'ni tushuntirib berishini talab qilishimiz kerak. So'roq qilamiz uni. Qanaqasiga buncha pul mana bunda yer tagida turibdi va bizni qishloq hozir qashshoqlikda qolib ketgan vaqtda, hamma bomjga aylanayotgan vaqtida uysiz qolyapti odamlar. Mer esa mana shuncha pulni yig'ishtirib qo'yibdi bu yerda. Bo'lishi mumkin emas. Ishonmayman. Tak, qani boraylikchi, haqiqatni hamma bilishi kerak. Agarda mer tushuntirib bermasa menga ko'radi mendan. Tak, qani edi o'zi uyi? Hayajondan yo'qotib ham qo'ydim mana. Keldik, qani endi ko'ramiz. Janob mer. Ha, kiraveraymi? Ha. Xo'sh, salomam yo'q bu. Buni qayerdan olding? O'zingiz bilasiz qayerdan olganimni. Qayerdan topding? Men sizlarni kechasi bilan kuzatdim. Xo'sh, bizni qishloq hozir hammasi kambag'alchilikda qolib ketgan vaqtda siz qanaqasiga shuncha pullarni yashirishingiz mumkin? Men shunchaki men yashirdim, nima qilib tushungan? Men ham boyishni istayman. Siz ham boyishni istaysiz. Biz ovqatsiz o'tiribmiz, siz esa shuncha oltinni. Bu shuncha bittagina men emas, sotuvchi bor yana, mebelchi va boshqa jitellar. U boshqa jitellar sizning do'stlaringiz, biz oddiy odamlar, oddiy o'yinchilar, oddiy fermer jitellarcha. Ularmi? Bilmasam endi. Ha, tushunarli. Demak bilmaysiz. Yo'q, men esa bilaman. Hozir men politsiyaga telefon qilaman va menda hamma videolar bor. Qayoqqa borgansizlar, qayerda o'sha narsalar turibdi. Men bularni hammasini politsiyaga aytdim va albatta ommaviy axborot vositalarida e'lon qilaman. Yo'q, shoshma. Tushunursin. Xo'sh, hozir do'stlar politsiyaga qo'ng'iroq qilamiz va bularni hammasini odamlar bilishi kerak. Bizni qishloqda nimalar bo'layotganini. Qo'y, shoshma. Nima? Senga taklifim bor. Qanaqangi taklif? Yurchi. Xo'sh. Davay, faqatgina qo'ng'iroq qilib qo'ymada. Xo'sh, qani gapiringchi, ko'ramiz nima taklif qilasiz. Xullas, menda mashina bor. Bizni qishloqda mashina qolmagan, parkovka bo'sh turibdi. Ha, to'g'ri, parkovka bo'sh turibdi. Aha, faqatgina taksi turibdi. O, meni jonimga tegishli. Yo'q, ha. Bundan tashqari bu yerda, xo'sh, bu yerda BMW bor. BMW, ha. Ochkim, men ocha olmayapman. Aha. Wow. Xo'sh, nima deysiz? Agarda hech kimga aytmasang, shu seniki. Mengami? Ha. BMW, ya? Ha.
tushunursin. Yap-yangi-ku. Ha, senga nima deysan? Men roziman, hech kimga aytmayman. Qoyil, videolarcha o'chirib tashlayman hammasini. Yangilik chiqaradiganlarga ham aytmaysan, ha? Yo'q, aytmayman. Bo'ldi, kalit senga mazza qilib haydayver. Ha, yaxshi kunlarga. Katta rahmat, tushunursin do'stlar. To'g'ri, ozgina, ya'ni noto'g'ri ish qilgandirman, lekin do'stlar, axir bu haqiqiy mashina, oltinlarni hammasini baribir ham tortib olishardi. Menga baribir ham bir tiyin ham tegmagan bo'lardi. Bu yerda esa mashinali bo'lib oldim. Ha, mer axir do'stlar, o'zi aqlli odam bo'lsa, o'ylaymanki, bekorga emas bu ishlar hammasi. Hali qishloqda hammasi yaxshi bo'lsa kerak. Tak, tushunmadim. Nima bo'lyapti? Nimadir tetik. Mana shunday bo'ladi. O'ynashmagin arbob bilan, arbob urar harbob bilan. Qari bilganda pari bilmas va mer har doim haq. Bo'ldi, portlab ketdi bu ahmoq Laki. Menda esa hamma pullar o'zimda qoladi.